DTM'dan keltirish formulalariga taalluqli bo'lgan test soddalashtiring. Bu test uchun ikkita formulani bilishimiz kerak. Endi yechishga o'tamiz. Teng bo'ladi bu. Sinus pi taqsim 2 minus alfa keltirish formulasiga asosan kosinus alfa bo'ladi. Ko'paytiruv. Kosinus pi taqsim 2 minus betamiz ham keltirish formulasiga asosan kosinus beta bo'ladi. Minus. Kosinus alfa minus betani o'zi tepada formulasi yozib turibdi. To'liq kosinus alfa kosinus beta plus sinus alfa sinus beta bo'ladi. Teng. Havzni ochsak, minus kosinus alfa kosinus beta plus kosinus alfa kosinus beta bilan ketib qoladi. Plusga minus minus bo'ladi. Minus sinus alfa sinus betani o'zi qoladi. Javob shu. Testimiz javobi D. Bu test professional 2-qismda olindi.